Turkiya hamda Moskvaga bilet narxlari juda ham arzon bo'lib ketdi. Bugun shu to'g'risida Bobur akam bilan birgalikda ma'lumot berib o'tamiz. Videomiz oxirigacha ko'ringlar. Ajoyib narxlar bo'lgan. Bundan tashqari sizlar qaysi davlatda bo'lishlaringdan qat'iy nazar yoki qaysi davlatning qaysi viloyatida bo'lsalaringdan qaytish biletlarini biz rasmiylashtirib beramiz yoki O'zbekistonda qayerdan qaysi davlatga uchmoqchi bo'lsalaring Telegram orqali aloqaga chiqsalaring biletlarni ko'rib narxlari bo'yicha ma'lumot beramiz. Albatta onlayn biletlarni rasmiylashtirib xarid qilsalaring bo'ladi. Barchasi ishonchli bo'ladi. Bobur aka, endi biletlarning narxiga to'xtalsak aka, haqiqatda o'zi arzonladimi? Hozirgi paytda narxlarimiz arzonlashib ketdi. Bu narxlarimiz hozir aytadigan narxlarimiz joyi chegaralangan. Hozir narxlarimiz arzonligida ulgurib olinglar. Toshkentdan Istanbulga uni bagajligi 3 million so'm chiqadi, bez bagaji 2 million 500 ming so'm chiqadi. Farg'onadan Mo'likoga bagajlisi 2 million 790 ming so'm, bez bagaji 2 million 550 ming so'm chiqadi. Undan tashqari akalar, opalar, masofadan qat'iy nazar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar aviabiletingizni rasmiylashtirib beraveramiz. Uning uchun ekranda nomerga Telegramimiz bor. Telegram orqali pasportingizni tashlasangiz, aviabiletingizni rasmiylashtirib beramiz. O'sha bilet orqali uchib kelaverasiz. Akalar, kimga biletlar zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Farg'onaliklar bo'ladigan bo'lsa, Bobur aka ofisimizni manzilini tushuntirib bering. Ofisimizning manzili Farg'ona shahar sentrida Tojmahal ro'parasida. Xudo xolasa hammalaring kelib, bemalol qatga uchmoqchi bo'lsalaring biletlar tekshirtirishlaring mumkin bo'ladi. Keyin yana bitta savol bo'ladi. Bobur aka, deport masalasi Rossiyaga bizda bunga qanaqadir yechim bormi? Deportni ko'ralamizmi o'zi biz? Yo'q, deport o'zi ko'rib bo'lmaydigan narsa. Faqat u narsa aeroportda aniq bo'ladi. Deporti bori yo'qligi. Lekin deporti bo'lsa 100% pulini qaytarib beramiz. Aeroportdan akt olib keladi, aktini beradi va pulini qaytarib olib ketaverasiz. Agar to'lovini klik orqali qilgan bo'lsa, biz ham pulini o'sha klik orqali qaytarib beramiz. Puli qaytarib beriladi. Xudo xolasa mabodo deporti bo'lsa, bilet olishga qo'rqib o'ylanishni hojati yo'q. Xudo xolasa akalar, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bunaqa imkoniyatlarni faqat sizlarga tezkor avia beradi.